Satoru Gojo yomon ustoz, jodugarlar jangidagi eng mashhur, eng kuchli va eng quvnoq personajlardan biri. Shuningdek, mehribon va qo'llab-quvvatlovchi o'qituvchi sifatida qaramay, Gojo Satoru standart sensei sifatida juda ham dabdala. Rostdan ham uni Itadori hamda Yuta kabi o'quvchilarni qay tarzda o'qitishi esinglardami? Shunchaki yuzaki tarzda la'natlangan energiyalar nima, la'natlangan energiyalar qanday ishlaydi va missiyalarga qaytsak, kiyim yoki boshqa o'quvchilar bilan trenirovka. Tan olinglar, biza yaxshi ustoz deb tushunadigan tushuncha va Satoru o'rtasida cheksizlik bor. Yuji, Megumi, Yuta uni hali ham erkatoylar. Misol uchun Mayki bilan Nabaraga nimalar o'rgatganini eslolmayman. Kirana degan bitta o'quvchini esdan ham chiqarib yuborgan bo'lsa kerak. U haqida so'rashsa, Kirana kim u? desa kerak. Afsuski, o'ta ayanchli voqealarga olib keladi. Agarda Satoru Yujoni asosan faqat erkalatishdan ko'ra tayyorli narsalarga o'rgatganda, ehtimol bilan Itadori Tsunami ustidan g'alaba qozonardi. Va buni hisobidan Sukuna tanasini nazoratga olindi. Dahshatli vayronagarchiliklar va Yujining eng katta travmalari sodir bo'lmasdi. Megumi kichkinaligida Saturuni mendan ham kuchliroq bo'l degan iltimosini amalga oshirish uchun har doim stressda bo'ladi. Uni oqibatida va Umidjon otajon dars ketma-ketligida Haragana даже birorta qizga turtilib ketsa chaqirib oladi. Xuddi o'sha Jinuka Shibuyada ayanchli o'lim. Eng kulgilisi, Satoruning raqibi uni qutqarib qoladi va Yuto do'stlarni qutqarib qolish uchun to'g'ri ma'noda jonini garovga qo'ygan bo'ladi. U dunyoni tark etishga tayyor. Nabara haqida-ku yaxshi gapirmagani ma'qul. Afsuski, bularning hammasida Saturuni ayblashni xohlamayman. Chunki uni ham o'smirlikda bo'lgan travmasi odamlarga juda yaqin borishi qo'rqadi. Pilus 6 ta ko'z juda noyob va qudratli artefaktga bo'lishiga qaramasdan, tomonidan haqiqiy la'nat. Chunki sizlar tasavvur qilinglar, butun umr bu sohada o'rganib, eng yaxshisi bo'lib va eng zaiflariga dars o'tish, bu shunchaki sizlarning mavzularingiz uchun parallelga aylanadi. Bugunda ham shuncha tanqid, Makimaga o'xshagan xo'p keyslar keltirganiga qaramasdan, Saturuni baribir o'zimni peshonalarim sifatida yaxshi ko'raman. Yuqorida aytganimdek, Sugurudan keyin boshqa odamlar bilan gaplasha olmaydi va o'z o'quvchilar bilan muammolari bor. Lekin nima bo'lganda ham, uning o'quvchilari hikoyaning oxiriga kelib eng kuchlilarga aylanadi. Yuji misol uchun qo'lbola va qalb egasida eng kuchli afsungar. Yuta esa gigant o'zining maxluqi bilan to'g'ridan to'g'ri hammaga hujum qila oladi. Mayki Jujutsu Kaisen'dagi butun boshli anomaliya va o'z klanini yo'q qilgan. Aharaga esa eng unikal va foydali jihatdan hududni kengaytirish sohibi. Bularning hammasi bechora bolaning boshiga tushgan tragediya sababchisi bo'ladi. Lekin Saturuni mejasi ham o'z hissasi. Buning ustiga professional jihatdan yomon ustoz bo'lishiga qaramasdan, u bir talay qalbi yaralangan o'quvchilarga o'qituvchi va katta aka sifatida bo'lib qolgan. Yuji va Yutani haqiqiy o'limdan saqlab qolib, Barani esa Tokioda kutib qolish va joylashishga yordam berish, Hakari va Kiraraga maktabdan chetlanganda yaxshi hayot topib berish, Maykini Zinin klanidan himoya qilish, Megumini kichkinaligidan beri o'zi tarbiyalagani. U shubhali bo'lishiga qaramay, o'z o'quvchilariga juda mehribon va o'zida bo'lgan qiyinchiliklarga qaramay mehr berganligi uchun u ustozlar ichida eng zo'rlaridir.